Assalomu alaykum aziz obunachilar. Sizlar bilan Shahzodbek. Biogomiz biznes bilan shug'ullanamiz. 2021-yil 26-sentyabr sanasida 60 tonna biogomiz buyurtma oldik. O'zimizni tuman Romitan tumanidagi issiqxonadan hozir shu buyurtmamizni issiqxonaga yetkazib beramiz. Agar videolarimizni yangidan kuzatib o'tirgan insonlar bo'lsa, kanalga a'zo bo'lib qo'yasizlar. Birinchi mashinamizni yuklab bo'ldik. Ön tonna 420 kilo. İkinci motion biyogomuzimizni uzatdik. Uchinchi motionimizni yuklab o'tiramiz. Uchinchi motionimizni yuklab bo'ldik. To'rtinchi motionimiz keldi. Beshinchi motionimiz ham keldi. Aziz obunachilar, 5-moshini ham yuklab bo'ldik. Atau kalah sih. Oltinchi mashinamizni yuklab o'tiramiz. 7-mashin. Oltinchi mashinamiz ham to'ldi. 7-mashinamizni yuklayapmiz. Ön tonnayı 680 kilo.
19 tonna 760 kilo. Mana aziz obunachilar, 8-chi mashinamizni yuklayapmiz. 8-chi mashinamizni yuklab bo'ldik. 9-chi mashinamiz keldi. 9-chi mashinamizni yuklayapmiz. Xudo xolasa yuklarimiz tugadi. 9-chi mashina yuklab bo'ldik. Sakkiz tonna 860. Mineti tonna 700 kilo. Biogomuslarimizni oxirini kelib bo'shatdik. Mana issiqxona. Pushtalar tortilib, biogomus solishga tayyor holatda ko'chada ekishadi. Pomidor ko'chatdan. Agarda bizni yangi kuzatib turgan insonlar bo'lsa, kanalga a'zo bo'lib qo'yasizlar. Bundan da yaxshiroq videolar olamiz. Biogomus biznesi haqida. Videolar yoqqan bo'lsa, foydasi tekkan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Sizlar bilan Shahzodbek bo'ldi. Biogomus biznesi bilan shug'ullanamiz. Buxorodan.